Bozorda qaysi inverter yaxshiroq? Sungrow, Growwatt, DE yoki SyncPower? Hozir 10 soniya ichida sizga farqini tushuntirib beraman. Sungrow Premium Class inverter uzoq muddat xizmat qiladi, issiq va sovuq ob-havoda juda ham chidamli. Samaradorligi yuqori hisoblanadi. Kamchiligi narxi biroz qimmatroq. Growwatt ommabop va ishonchli inverter. Narxi o'rtacha, sifati yaxshi, ehtiyot qismlari oson topiladi. Uy va kichik bizneslar uchun ideal yechim. Kamchiligi yuqori yuklamalarda biroz ko'proq shovqin bo'lishi mumkin. DE ko'p funksiyali universal inverter. Afzalliklari Wi-Fi, monitoring va parallel ulanishlardagi keng imkoniyatlar, issiq havoda yaxshi ishlaydi, yuqori kuchlanishlarga chidamli hisoblanadi va yuqori ishlash koeffitsiyentiga ega. Kamchiliklari ba'zi bir modellarda servis ko'p muddat olishi mumkin. Shuning uchun faqatgina zavoddan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan tadbirkorlardan xarid qilishingizni maslahat beramiz. Shunda sifat kafolatiga ham ega bo'ladi. SyncPower narx bo'yicha eng qulay inverter. Himoya darajasi IP66 bo'lishiga qaramasdan narxi arzon. Kichik loyihalar va xonadonlar uchun ideal yechim. Kamchiliklari bu inverter katta kilovatlik inverterlarga ega emas. Hozirga qadar Tirvan ro'yxatiga kirmagan yosh va yangi brend hisoblanadi. SolarX Diller kompaniya 3 yildan ziyod tajriba va sifat kafolati. Hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va ulgurji narxlarda inverterlar xarid qiling.